Yana bitta zo'r variant topganmiz. Bu ham katta yo'lni bo'yida gazi, suvi, sveti bor. Kanalizatsiyasi ham bor ekan. Kanalizatsiyani o'zlaring ochib olasizlar. 5,5 soat deydi, 32 ming baho aytyapmiz. Past raqamli telefon qilsalaring baraka qilamiz. Kami bor. Uyimiz hisobda kvartira narxida Marg'ilonda 7 yo'li bor, Eshonguzarli yo'li. Shuna kirganlaringda 3 o'tkir ritdan o'tganingizda 400-500 metr yurganda o'ng qo'lda tor ko'cha bor. Примерно mashina sig'adi 20 metrlik o'sha ichkarida. 5,5 sotixlik 3 ta eskiroq uyi bor. Mana yerda zeleniy zona bor ekan. Xullas hamma yo'g'i bor. Uni suv tushgan, gaz tushgan, svet bor. Prosta kanalizatsiyani shunday olib chiqib olasiz. 20-25 metr ko'ylasiz chiqadigan holatda so'rtaylar bilan ko'rib turibsizlar. Uyimizni endi nari tomonlarini kelib ko'raverasizlar. Shunaqa beliga tepada shu hamda mana shu yerda zeleniy zonada xullas hamma bodam, pista bodam xullas hamma ekib qo'yibdilar uzumlarigacha. Tem bo'lib to'rt burchak qurilish qilgan zo'r variant. Bu tomoni qul ekan. Abetdan keyin shunday quyosh boqib o'tib, uyi salqin bo'lib qoladi. Balki so'rilar qo'yib, suvlar sepib, etajdan zerikkan odamlar bo'lsa jo'natib qo'ysiz. Narxi ham 32 ming ekan. Sizlarga baraka qilib olamiz. Marg'ilon 7-yo'li Eshonguzar uchotdan o'tganda aytganimiz mana shunday kichkina tor ko'cha bor. Sekin o'tib olsangiz yashayverasiz.